Shogird yigit nihoyatda iqtidorli edi. Ustozining 4 ta xorijiy tilni bilishiga qarshi u 7 ta tilda ravon gaplasha olardi. Oliy o'quv yurtini hamda magistraturani muvaffaqiyatli tamomlab, chet el doktoranturasiga imtihon topshirdi va imtiyozli tarzda o'qishga qabul qilindi. Bu xushxabar shu zahoti do'stlari, qarindosh urug'lari orasida tarqaldi. Ota-onasi ham xursand bo'lib, shogird ustozini suyuntirish uchun uning huzuriga oshiqdi. Ustoz uyda edi. Lekin nimagadir shogirdining gaplariga e'tibor qaratmadi. Hatto o'zini eshitmagandek tutdi. Shogird esa turli xayollarga bordi. Men borayotgan o'quv dargohini nufuzi ham, nomi ham dunyoga mashhur. Nahotki ustoz buni ko'ra olmayotgan bo'lsa, yo boshlariga biron musibat tushdimi? Bunday paytda shogirdning xursandligi ko'ngliga sig'adimi? Ustoz, tinchlikmi? Mazangiz yo'qroq ko'rinadi deb xavotir bilan so'radi u. Ustoz yana jim qoldi. Nima bo'ldi? Har doim gapdon, a'lochi ustoz endi tilidan qolganmi? Shu payt ustoz shogirdining tirsagidan ushlab, qasrmonand qurilgan uyning yuqori qavatiga boshladi. Shogird hech qachon bu yerga ko'tarilmagan edi. Atrofga nazar tashlab, hayratga tushdi. Ana jihozlar-u, mana jihozlar. Ana noyob narsalar-u, mana noyob narsalar. Bunaqalarini hatto muzeylarda ham ko'rmaganman. Nihoyat ustoz uni juda istarali, sharqona bezaklar bilan bezatilgan xonaga olib kirdi. Xona o'rtasida xontaxta, uning 4 tomonida adras ko'rpachalar yozilgan, par yostiqlar qo'yilgan edi. Xona to'ridagi devorda esa o'rta yoshdagi ayol bilan erkakning surati ilingan edi. Shogird sezdi. Bu ustozining ota-onasi edi. Ustoz suratlarga qarab 2 qo'lini ko'ksiga qo'yib, jimgina egilib, ularni salomladi. Shogird ham sehrlanganday beixtiyor ustoziga ergashdi. U hozirgina ustozning huzuriga nima maqsadda kelganini ham unutgan edi. Shu payt ustoz nihoyat tilga kirib dedi: Hashamatni, boylikni, mavqeni ko'rding shogird. Lekin men unvonlar va shon shuhratni, hammasini shu aziz ota-onamga almashtirgan oqibatsiz nobakor o'g'ilman. Shogird tushunmay ustoziga qaradi. Ha, ustozingni kimligini bilib qo'y. Bir vaqtlar men ham xuddi sendek chet elga ketdim. Ilmda qo'l urilmagan ancha-muncha ishlarni qildim. Yurtdan yurt kezib, simpoziumlardan bo'shamadim. Lekin meni ulg'aytirib, shu darajaga yetkazgan ota-onam haqida o'ylamadim. Ularning bir kun ham xizmatida bo'lmadim. Dasturxonlarga o'z qo'lim bilan hatto 2 ta issiq non qo'ymadim. Og'izlariga bir piyola choy tutmadim. Hatto ta'ziyalariga ham yetib kela olmadim. Yurtimdan begonalashdim. Urf odatlarimizdan uzoqlashdim.
mana haligacha odamlarga aralasha olmayman. Xuddi qum toshga o'xshayman. Bularning bari men uchun armon. Armonki boshi oxiri yo'q armon. Shogird lol qolgan edi. O'qishga qabul qilinganligingni sendan avvalroq internetdan o'qidim. O'qidim-u yaram yangilandi. Yig'ladim. Seni qutlashni ham, qutlamaslikni ham bilmay qoldim. Ustoz og'ir nafas oldi va shogirdining ko'ziga tikildi. Ha, nima demoqchi ekanimni bilib turibsan. Hozir senda tanlash imkoniyati bor. Guldek ota-onang, jannat makon yurting, do'st yorlaring, hech narsaga almashtirib bo'lmaydigan urf odatlaring yoki ustoz og'ir xo'rsinib keyin shogirdining yelkasiga qo'lini qo'yib beixtiyor jilmaydi. Uzr. Tabriklayman. Shogird ustozining hovlisidan yengil tortib chiqdi. Ammo ustozining aytgan armonlarining bir uchi uning qalbini jizillatib kuydira boshlagan edi. Shogird tushundi. Ustoz uning ko'zini ochdi. Osmonda uchib yurgan edi. Ohista yerga olib tushdi. Tashakkur ustoz.